Falaq surasi Makka da nozil qilingan 5 oyatdan iborat. Falaq tong degani. Bu va bundan keyingi surani qo'shib turib, ularga muavvazatayn, panoh so'raluvchi 2 sura deb ham ataladi. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Alloh nomiyle. Qul a'udhu bi robbil falaq. Ey Muhammad, ayting, panoh tilab iltijo qilurman tong Parvardigoriga. Min sharri ma xalaq. Yaratgan narsalari yovuzligidan. Va min sharri ghasiqin idha waqab. Zulmatga cho'mgan tun yovuzligidan. Va min sharri naffathati fil 'uqad. Tugunchalarga dam soluvchi ayollar yovuzligidan. Va min sharri hasidin idha hasad. Hamda hasadchining hasadi yovuzligidan.